Mana bularni davrlarida, bular bolalik davrlarida qo'shni tovoq bo'lardimi? Bor edi. Qo'shni tovoq bor edi. U qo'shni suyuq chiqarsa, bu qo'shni ham quyug'ini chiqarardi. O'shani uchun ham qo'shniga hasad qilmagan. Tushunasizlarmi? Qo'shni ustidan yozmagan. Qo'shnini haqida yomon fikrga bormagan. Birortasi kelib nobodo qo'shningizni qizi bor ekan, birodar bu qiz qanaqa, meni o'g'lim bordi, kelin qilmoqchi desa, voy, birodar, Xudo degan odam ekansiz. Agar o'g'lim bo'lganda bu qizni hech kimga berib qo'ymas edim. Oling degan. Gullatadi degan. Nega? Qo'shni tovoq chiqib turgan. Hozirchi xuddi o'sha sovchi kelyapti, qo'shni xuddi o'sha gapni aytadi. Voy, Xudo degan odam ekansiz, o'shaning uchun sizni Xudo menga ro'par qildi. Voy, Xudo asrasin bundan deydi. Kelgan odamga qochishga joy kerak